Hop, hammaga assalomu alaykum. Bizimizda charcharsizlar. Sizlar bilan bugun Bazar Simulator o'yinini o'ynaymiz. Sizlar bilan va men bilan birga Avogan. Hop, готовы bo'lmasa? Ketdi. Ketdi. Nachat yigirma bosishim kerakmi? Готовы bosib qo'ysam bo'ladimi? Готов вот. Готовы bosib qo'ydim. Boshlaymi? Nachat yigirmani bosib yuboraymi? Bos, nachat yigirma. Bos. Qani know what? Boshlaymi og'ay? Bosdim. Готов sariq bo'lib turibdi menda. Menda yashar. Yashil bo'lishi ham sariq bo'lishi kerak. Yashil bo'lsin, bosqin. Bo'ldi, yashil. Bo'ldi, to'xtang, men bosaman. Ketdi. Yo deganimda. Hop. Mashinaga borar ekanmiz, yo'q. Ve o'zinglardan so'raysiz akalar. Men gap kechbisizlar, solda yaxshimi? Nima bo'lyapti? Voy bala. $80 bergan ekan. Sotib olish kerak ekan. Mana bunda ikkita limon aytib turamiz hozircha. Mana ikkita limon zakaz qildim. Mana bu yerda bu. Karobka tegilmi? Nima zakaz qildingiz? Men zakaz qildim. Hop. Qatga tushdi. Mana bitta T'ni bossang nima bo'lar ekan shunday? Ha, T'ni bossang shunda to'kib tashlar ekan, mana yaxshi bu. Musur, mana. Qaqoq qo'y. Qo'y bamki. Ben musurga tashlaymiz mana. Bunga narx chiqarish kerak menda. Hop. Nimani bosish kerak ekan bu yerda? Bilan ekan. Hop. Yo, yana Men kelib ketganman nima bak. qaysi? Qani? Taroz Bu banan shakli. Taroz sotyapsiz, taroz bor-ku. Yo, yashidagi narsalarni olib adalsa bo'lar ekan. Yo, men bunaqa taroz zakaz beryapsizman, yo'q. O'zi berdim bizga. Ha, bu taroz bor o'zi. Ikkita bo'lib qoldi. Nima unda uchiq qo'ydim. Ha, musur menga tashlayapti, aka. Eni bosasiz musturga borib. Naqmas ekan. Ye. Ha, mishkani o'zini bosa bo'ldi ekan, mana nima? Ha, bu Mamta narxi belgiladiyapti. Nech puldan sotamiz? hop, maksimalli Adashmasam. $1.30 dan sotyapti. Hop, buni biza Seni $1.30 yotdi. Buni o'zgartirsak bo'ladi. Nech pulga oldik biz? mana aytayotdi, sredniy stoyda 80 da. Bizga pribel dotdi. 50 dan tushgan menimcha bu. 0.50 sentdan. 130 normalniku. Turursan? 150 qilamiz. Ha, yangi joyi va sal arzonroq sotamiz, birinchi. Sredniy stoyimiz 80 ekan. O'rtacha narxi 80 sent ekan. $1 qilayim, $1. Mana buni $1 qilay. Qanday bu tashlamayapti mana. 90 qilaymi? 99. 90. Ne böyle $90 qo'yardi. Lemon bilan. Shuncha narx. Mana buni olmayapti-yu. 99 qiling deysanmi? Sen. Karzinkadan o'rgan ol deb. Vo. 99 sent qo'ydim. Avogan qarang. Qarang, menga qarang. Ko'rasiz. Voy. Ye. Klientlarga nima anaqa berasan? Men shuncha orqalagilar tashatdi. Men korobkani olaylik. Men taxta berib qoldim. Taxtani anaqa qilolmayman. Tak, limon. Так, обучение дotdi. Продолжить первого клиента. Первый клиент dotdi. Shuni qayerdan topamiz bu klient? Voy, men baraz. Ana. Qayerdan oldim men bu taxtani? Taxta yo'qmayapti. Voy. Voy, birinchi klientimizni urib qo'yib qo'ydimmi? Mana klient turibdi. Limon, yarim kilo. Assalomu alaykum. Limon nima kerak sizga? Nima bo'pti? Ye? Qani? O'siz Sotib. o'siz anaqa bilan birga sotib yordingiz. Rasta bilan sotib oldim. Qani opa, qayerga ketdi?
Voy, dekoratsiya bilan birga sotib olasiz. Mashimada. 84. Deb Zato 4 dollar 60 sent ishlab oldi. 80 dollar edi-yu. shuncha limon olib mashichaga sotdingmi? Sani puling qancha turibdi? 84 60 sent. 4 60 foyda qilamiz. Ikkalamiz bir xil pul turadi. Ana qoldim. Voy, mana Zakaz qo'yardim. baliqlar ham olsa bo'lar ekan, bularga pulli versiyasi bo'lishi kerak ekan ya boka. Bizda maksimal faqat mevalar ochilar ekan, to'g'rimi? Mana Bayt Karzenko oldimmi? Mana bu narsadan olsa bo'lar ekan. Hozir siz berib yuborasiz dasta bilan birga. Zakazatni to'g'ri 10 dollar. O'sha narsani oldingizmi, olmaysizmi? Ha? Mana ikkita olib kelib berdi. Yo, anu qachon buni Asta qani. vitrina qilamiz, vitrina. Qani vitrina voy? Qayerga ketdi vitrina? Mana emasmi? Mana yashil nima bu? Mana endi. O, men nima xonalar bular? Yo, o'sha limonsizmi, moziz? Yashigi bilan qo'yamiz, qoch. Bo'lar ekan. Bilan otib yubordi. Ha, demak siz boya otib olgansiz, qayerqadir uchib ketgan u. Yo'q, sotib yubordim 15 dollarga. Qanaqa qilib? Ana, yerga qo'yib qo'ydim. Vitrinani birga sotib olsa bo'ladimi? Bunga klient kelmaydi, boka. Mana senasi yo'q o'sha yerda. To'xtang, men vitrina olaman hozir. Vitrinaga Hattan olsa bo'lar ekan. Mana mashda bor-ku. Instrument dedi. Mana mashda 50 dollar egana. Qani? Bo'ldi, olvormay olib qo'ydim. Mana. Voy bilay. Voy, Bozori ham. biz cho'tta nitto qo'yamiz. Bu yoqqa olib kel, to'g'ri. Bu yoqqa olish kerak. Men qo'limda taxta bilan olib bo'lmayapti. Bo'lar ekan. Bo'ldi. Oldingmi? Ha. Oldim. Mana buni endi olamiz. To'xta. Men taxliyman, to'xta. Olmayapti bu. Mishkan. Tan qara bo'ldi, men taxlolmadim. Mana taxtani qanaqa tashib olsa bo'ladi? Maraz qilgan, deb qatdan oldim men mana. Hozir bir aytishga qarayman. Qani, kim keldi? Klient keldimi? Kelin turibdi. Bratishka emas bu. Opa-yu. Urib oqizib qo'ymaydan. Opa-yu bu. Bratishka. Yo, anu pul bermasdan ketsa, oqis qo'yaman mana shu. Shoq tiqaman mana shundan bo'ldi, всё уже. Bo'ladi bu. Tortib beryapsizmi? To'rasidan urib qolmay faqat. Narxi 99. 99, rosa 99 qo'ysin. Ha, rejim. Mana men klient. Akalar, Hasan Husan. Kakras Hasan Husan. Billa mazza qilib bir xil narsa yeb ketasizlar. Biroq Husan hisob ketdi. 50 yarim kilo so'rayapti. Mana nima? Men bankada nima? Ne sodalashotdim bu. Yarim kilo olaman deyapti. Mana yarim kilo nima olasan? 2 kilo ol. Bitta u. Buni sotish kerak hozir. Qanaqa sotamiz endi buni? Muhammadda anaqa olish kerak. Qoch tavani olib. Ana, voy bozorda ishlaganman men aytganchida. Ko'ptirib. Tushib ketdi. Qancha olish kerak? So'rasanmi? Yarim kilo. Hop. Soldingmi? Nimada soladi buni? Bet turmang. Tashlamayapti bu. Voy, eri bos. Bozilmayapti. Mishkani bos. Men ikkinchisini olaman, qoch. Mishkani bossang oladi. Yo'q, men bu qo'limda taxta turibdi. Mana shu taxta nito botdan mo'yim. Продолжить. Ana. Soldim. Soldingizmi? Hozir 1 minut to'xtatib turing deb. Ish qilamiz hozir. Dars. Hozir akalar. Hop. 1 dollardan bo'lib qopti-yu. 1 dollar Ya, emas. to'g'ri, yarim kilosi. Ha, bo'ldi. 2 dollar qilib qo'ydingmi? Yo'q, 1 dollar 30 sent, 2 dollar qilsam qaytib ketyapti bular. Maksimum 1 dollar 30 2 dollar qil, hozir 2 dollar oldi-ku. Qaytib ketyapti. Men qarayman.
$2 qo'y. Lemon deydi 1 kilo. 1 kilo. Tarozi. Ol. Ey, Ne unga tashab qo'yding? voy. Mishkani 10 tomonla bor. Mishkani 10 tomonla bor. Ha, tamam. Qani anu? Qoch turing. Qoch, Ha, rastadan qoch. yashilga qo'yish kerak ekan. Rastadan qoch. Qochdingmi? Ha, bu. Men o'shni olmadim. To'xtang, lemon emas, boshqa narsa ham sotinglar. Faqat lemon ekani, uning uchun biz uroveni oshirishimiz kerak ekan. Uroven bozor. Bitta yashigini $4 $80 olamiz. 80 sentdan olamiz. Uni keyin biz qancha narx qilamiz? Tak, $20 beribdi. Va kilosi 80 sentdan tushyapti bizga. Necha kilo bo'ladi bu? 6 kilo bo'lar ekan. 8, Aka, 5. ikkitasiga 6 kilo bo'lsa, 1.30 dan qo'ygan bo'lsak, biz 50 sentdan foyda qilamiz atiga. Kilosiga. Vashi kam-ku bu. Vashi. Ya, hozir $2 sotamiz a. $2 bo'lsa, $1 20 sentdan foyda qilamiz. Har kilosiga. Bu degan teng barabardan ko'p degan. Nech pul? $2 mi? $2. Boya 1.30 dan kelib qopti-da. Ya, shunaqa ham bo'ldi hozirda. $28 bo'ldimi endi? Voy bilay. Hop, $28 bo'pti. Biz amallab ishlab $50 topishimiz kerak. Oy, limon очень дорого bordi-yu. 1,5 qo'ydi. Ko'rdingizmi? Aytdim. Qiyin ekan. Mana, bu ham shunaqa deyordi. Voy, klient qaytib ketyapti aka. Qas. Voy. Uzr a. Voy, tezroq tug'ilgan, lemon o'chan deroga. Lemon shunaqa qilib beradi. Biz $50 ishlashimiz kerak. Keyin mana mamlaqa vitrina olaman-da. 1,5 qo'ydim. Keyin Qani? ikkalamiz ishlaymiz. Ha, oladi. Ol. Oldim. Kutib o'tirmanglar. Biz 2 kilo. O, jonivor. Qo'yingmi-kina? Hop, akalar mana. Rasta omadiga o'zidan o'zi 1,5 kilo. Qatdan keldi bilmayman. Men turgan ekan rasta. O'zidan o'zi paydo bo'lib qoldi. Hop, endi оборотimiz bor. Olma nechta sotyapsiz? Normal ekan. Biz olma olishga o'sha o'tdik mana $7.8. Kupit. Mana bu оборот. Mana оборотim bu. Tani bos. Mana musulga tashlaymiz. Qani kim ko'p sotar ekan? $2 qo'yamiz narxini? Ikkalamiz ham bir xil turar ekan narx qo'ysa. Aka, bir xil narx turar ekan ikkalamiz ham. Hakat. Keling, brat. Hop, shunda qancha foyda qilyapti shunda? Voy. 5 to'g'rimas deydi. 5 to'g'rimas? Yo'q. Ol. Ochopat dedi. Biza Yo'q. voy, Ana rastenlik. 1 kilo olma. 2, 3, 4, 5. kun tugadi. Men qahq ketyapti bu jinni bo'lib qoldi bu. Voy, Seni chaqiryapti. menda ne to'g'ri bor-ku. Qancha foyda? 12 sent. 12 sent? Nimaga 12 Общий sent? pribыл deydi. Yoki avtomatik foydami? Yo'q, доход $24 ekan доход. Подожди, пока ваш босс завершит день. Kun boshlandimi? Закончилdi. Nima deyapti? Enter bosilman. Ochadimi endi? Vaqt ketyapti, 8:17 minut o'tdi. Xullas akalar, Bir yarim mana kilo. bor, mana endi bunaqa vitrinam bor, olma sotaman mana. Yoki kelayotgan kerak. Mana. Brat. 1 kilo olma. Bo'ldi, все, hal qilamiz. 1 kilomi? Dars solamiz. 1 kiloli tosh qani? Mana.
Jichcha. Sizdan chiroylardan solib beraman mana, qurtmaganlardan. Qancha berdi? 17 dollar qaytarish Nabrot kerak. qaytarish qaysi abo aka? Ha, nima yo'q ekan, bo'ldi. Markov. Novi produkt. Kok. Sabzi. Mark. Ha, 1 kilo, 1,5 kilo. Bo'lsa siz. Sen qaysiga berasan? Men Bankrot qilmoqchimisan? nima? Afzal To'rozov Mur. Yomon uribman lekin. Hop. 8 dollar 3 dollar. Aha. 1 2 3. Всё. Brat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yo'q, joyimizga eslab qolsa, viski beravering, viski. Viski o'g'li. 1 kilo. 5 kilo so'raganga 2 kilo ber. Ha, eslicha sizlar uchun yengillik Abdulaziz. Bizani sherigimizga qo'shilib qoldi. Zapisga boshda yo'q edi, noz bor. Gapir bizda yana qilib turadi. Qo'llab-quvvatlab turadi. Esichi zapis qo'yma, To'rozov urayotganingni. Вообще farqi yo'q. Eng katta zapis o'zimniki ketdi-yu. Men hal qildim, naq tutdim. Yarim kilo berishim kerak. Keling. Voy, gaplarga o'ching daroga. Nimaga? 3 dollar qilib qo'ydim. Yo'q, qimmat. Uyalmaysanmi? Qimmat tuyapti, abocha hammasi. Uyalmaysanmi? Voy, nimaga bu? 4 dollar qaytarishim kerak. $2 50 Yarim sent. picha. Qani nima deydi endi? Qani nima derkan? Voy, O'chin do'riga. 2 dollar. 2 dollar qo'yar endi. Marazlar. 2 dollar qilib qo'ydim. Bo'ldi. Sotaylik, tez sotgan qilaylik. Arzon, optim tarqatib. Yarim kilo. 20 ming qimmat. O'rta 24 ming olmaga. Yazma doston, sovuqi bu yog'i. Muzlaga olma sotasan desan shunga yarasha. Men baqlajonlar ochilmasa ekan, bizda naqa ochilibdi abocha, eslicha. Yo'q, ochilmabdi. Hali bor ekan u narsa. Demo versiyada agar anaqa bo'lganda ochilardi. 3-o'ringa sabzi ochilar ekan. 9 Hali dollar. shet chiqadimi? Bizda yana ochilishi mumkin. Bodiring, apelsin, baqlajon. Men klient kelmadim. Keling turibdi. Voy. Yarim kilo bilan 1,5 kilo berishim To'let kerak. ketdi duvarda. Yo'q o'chim. Rudi ketib yuborganda. Voy, chaqirmaysizmi, padesha qilmaysizmi? Albatta. Mana bu yerda o'zimga klientimga sotyapti mana u. Men kirib qo'ydimmi, kirdimi? Afzal aldotdilar, men ko'rdim. Sani klientingni chaqirib oldilar bu yoqqa o'zlariga. Voy, onasini bunaqa emas. Men qarab turdim. Mayli, yangi biznesmen men lekin yangi endi bunaqa qildim. Padesha qildim. Klient chopdilar. Afzal olmalar qurtlagan deyaptilar. Siz bu yoqdan kelgan klientga qarayman, u yoqdan kelgan klientga qarayman. Qaramayapsan-ku turibdi klient. Yo'q, hech kim meni joyimda hozir. Mana kim bo'lib turgan? Menda ko'rsin. 1 kilo olma so'rab turibdi. 1 kilo olma so'rab turibdi. Voy. Menda hech kim ko'rsatmayapti. Mana men beryapman. Ayoqdachi, menikida ko'rsatyaptimi? Voy, ketib qoldi, men jinni bo'lib qoldi bular. Mana yig'ilib qoldi bu. Afzal sana rastentiga o'qitdilar, suv sepib bordilar. Abror aka 1 ko'rdim. kilo kimdir so'rayotgan ekan sizda ham. Olmaysiz qolmabdi ya, aka, olma olib kelib qo'yib sizga. Mayli. Olma narxi oshibdi. 1 kilo. $10 bo'libdi olma narxi. Sizda anaqasi olma qolmabdi, olma to'kib qo'ydim men. Olib kelib qoldim. Mana. Shu 5 dollar ham berasanmi? Dedi. Menda cho'tin maklar bo'lib qolyapti bor-ku. Mana kutib turibdi meni. Menda bak yotibdi. 2 kilo olma. 2 kilo, yarim kilo. Ikkitami? Ha, ikkita so'ra. Necha kiloni sovasiz siz? Tasi o'ziga, Kilo. tashiga. Men 1,5 kilo men opaga solib beraman. Siz o'shanga qarayvering bo'pti. 1 0.5 qani buni? Ha, mana. Tak, 0.5. Senga yarim kilo kam berdi o'nma.
Nima ekan beraman? Biznes. Sen E, qanaqa biznesdan, noto'g'ri deyapti. U yarim kilo bersa noto'g'ri deyapti. Yaxshilab hisobla deyapti, ya'ni. Unda puldan urib qoldi. Kaprizli bo'li вообще. Mana Puldan urib qoldi. sotuv. Pulimiz ko'payapti. 35 bo'lib turibdi hali. Ya olma oldimi 36. hozir aytgancha. Ha, 36 bo'ldi mana. Ko'ryaptimi senda meni klientlarim? Ketib qo'yapti mana bu. 1,5 kilo. Bir kilo. Chaqqa olib borib beraman desa ekan, yurib ketib qo'yapti klientlaringiz. Mana shunaqa ko'rsa, 1,5 kilo. Olmani ichiga bir ikkita tosh solib bering, og'irroq chiqadi. Ya o sanda biz chestный, toza. Tushunsam, toza ishlaymiz biz. Nech pul buni endi izlatsa? Qancha? Izlachi deysanmi? Hop, 7 dollar izlatchi berar ekanman. Muammolar bo'lyapti o'yinda, sizga bilmayapti, menga bilinyapti lekin. Siz ta'zir qilgansiz-da. Nima muammo bo'pti? Mana kelyapti, yurib ketib qo'yapti o'zidan o'zi. Oyoqqa borib qo'yapti. Mana kelib qo'yapti. O'sha yoqqa borib qarab ko'raman. Men paketni o'zi turibdi menda. Kimniki bu paket? Olma solingan. Yarim kilo so'rayapti ana. Olmalar uchib yuribdi. Senga ham ko'rmayaptim. Ha. 1 kilo olma bo'ldi hozir. Yes, bu yog'i yes. Raz, bu yog'i raz. 1 kilo olma. Ha, 1 kilo. 9 dollar. Olmazdan ham to'yib ketdi. Voy bala. Voy yana aziyat turing. Olmaz akasi qiling. Olma qolmadimi? Yo'q. Ko'payib ketdi. Tib turgansan, hali aqbossan bor-ku. 10 dollar. To'danim bilmayapsan-da. Yana ko'pib ketdi. Olma qolmadi dedi. Olma yo'q. Bo'ldi endi yaxshi. Brat, qanisiz, brat? 10 dollar olib ketdim olma. Ha, olma oshib ketibdi, olma bayram. 5, 1, 2, 3, всё ana. Hop. Olma. Limon ham olaymi? Ha, bitta olma, bitta limon qilib qo'yaylik. Bo'ldi, olma. Men limonni men pistoga to'kaman. Menikida ozgina olma bor, shoxga to'kib yuborsiz bo'ladi. Narginga. Qancha so'rayapti bu? 1,5 kilo. 1,5 kilo. Sen beryapsanmi? Ha, men beryapman. Ya qochi. Limon. 1,5 kilo. Yana ozgina. Hop. Normal. Voy, limon. Mana. Pul. 1,5 dollar ey. Qanchasi 7 dollar. 1, 5, 1, 1. Всё ana. Всё. Olma. Limonni qanaqa bo'pti biznesda qani? Aytayaptim. 1,5 qilib qo'ydim, qimmat deb ketaverdi 2 dollar. Olmani hali ham shunaqa turibdim. 1,5 olma ham 2 dollar. Olma 2 dollar. Yaxshi. 35 dona qopdi olma. 160 tagacha ketadi. 1,5 kilo so'rayapti. Olmalar bor, olma. Keling, brat, keling. Nima bu qayerga ketyapti bu? 1 kilo ekan. Yetti 75. Yana to'rtta sug'uramiz. Ko'payib ketdi. Sen gado qilasan meni. Bu ana normali. Qani haq ketdi. 1,5 ga 1. Men biram. Orqasidan olib berilsam, Ha, shoqqa ketib qoldi. Balnigacha kirib bordi. O'zim ko'rdim. Ana, Abdulaziz ko'rib turibdi. Uni nariyoqqa ketib qoldi. Surilib, mana qilib yurib ketib qoldi. Mana sizniki nechta nasha ko'ryapman, turib turishadi. Salafan ushamagan ham qo'liga tushib ketadi limoning. Sen xalaqit berdingmi? Spalnigacha kirib borib. qancha? 3,5 dollar qaytarishim kerak.
Mankilet. Qancha? Opa. Yarim kilo ham bo'ladimi? Ey. Sotmayman deb qo'y. Bor boshlaydi o'yna ya. Krupli kiletli-mi? 500 kilo. Tonna oladiganlar-mi? 500 kilo. Katta bizneslar. Yarim kilo. Mana oldim yarim kiloli. 4ta 5ta. Ole, qani. Foyda qolmisan o'zi. Nima bo'pti? $4 Sotyapman mana. $40 bo'pti pulimiz. Juda qiyin bo'pti. Bundan foyda qilish bozorchilik ham qiyin. Yarim kilomi yana. Nima qilsa bilan ko'proq oladi. Ro'yinimiz to'g'ri bo'ladi hozir. Mana shuni sotsiz mana shu to'g'ri bo'ladi. Nima olsa bo'ladi yana qani? Yana bitta rast topganmiz ham $50 bo'lganda. Nima deb o'ylaysiz? Instrument deydi. Pul o'zi kam u. Polniy versiya deydi. Polniy versiya osiz vashsiz o'yin bo'lar ekanda. Mana bu narsa nima? 879 platformni teleshka kelizga. Mana bu narsa. Tomponing gruzchik. Nima? Stomki name? Gruzchik. Nish bu dastavkami yoki? Abunamni o'ynaydi. Olmeni sotsang-chi, men bitta klientim qolib ketdi. Ha, bo'lma ketdim. Ha, to'lib ketdim-da. Yarim kilo. Limonis kam qopti, yoki limon olib qo'yamiz. Olmayam kammi? Ketadi. Olib qo'yra qoldim. Berlay. Hop, olma olamiz. Qochib turma, sotolmayman. Bo'l. Klientga beradi. Ol. Bo'ldimi? Qochib tur, zachi beradi. 9. Limonga ne ketyapti? Bir yarim. Narx-navo oshmabdimi? Sen borib olsan? Narxni. 5000 olsa deydi limonni. 5,5 mı? Shunaqa. 507 sent bo'pti. Olman 10.63 sent. Shunaqa ekan. Shunaqa. Bo'ldimi? Kinet yo'qmi? Продолжить пока ваш босс завершит день. Nima deyapti? Enter bosingchi. Enter bosdim. Voy, minusga kirib ketdimiz, 5,5. Voy. Ha, men narsalar oldim-da, ishonchimizga kerak menimcha. Yo'q, bunaqa emas. Oy, 4-urovanga chiqamiz. Nimalar ochilibdi 4-urovenda? Biz Osiyo bo'ladigan narsalardan nima bor 4-urovenda? Olmaga xaridor keldi. Mangami? Ha. Bo'ldi. Shotdaman. Assalomu alaykum. Qancha? 1 kilo. Bo'ldi, yes. Уже hal masalasi. 7 o'lchab, birga o'lchab beraman. Men 500 kilo olganman. Yanlış bildim. Voy be. Enerjini qo'yamiz. Enerjini ham menimcha. Ha, mana namchi ko'p bu. 1 kilosi. Yarim kilo. Ha, men xato qildim. Navrot bu yoqqa qo'yish kerak. Ko'pib ketibdi. Hozir. 1 minutda. Yes. Bankrotga chiqmasang bo'ldi. Ya, men o'sha xato qo'ygan ekanman. Kam bo'lsa ko'p bo'lmasin. Chotki. Shikarna mana. Xohlasiz lazerda o'lchab ko'ring. Zachi bera olasizmi? Zachi so'ram, zachi.
Mana yeysiz. Sizga qancha? 1,5 kilo. Hop. Keling. O mana kelin uje kelyapti. Yarim kilo bo'ladi surdi. Qanaqa so'rasan yarim kiloni? Yarim kilo. 75. Enerjini solish kerak menimcha. Yo'q, ko'payib ketdim. Yo'q, bu ko'payib ketgan. Ha, bittasi yana qo'shaylik. Chotki. Mana yarim kilomi? Yarim kilo. Pul. Hop, $4. Ana. Limon. Ketdi. Nima bizda Yo'q. uchurtlar bo'lmayapti. Olmaga uch. Keling mana. Qancha? Xo'sh. Yana yarim kilo. 1 2 3 4 5. Qani 5 tasi qancha bo'ladi? Ko'payib ketdimi deyman. 4 tacha. Tak 17. Ya. 3 deganda yarim kiloga olma. Uchta bo'lagan, to'g'ri kelarganda. Yarim kilo. Ha, $4. 1 2 3 4. Всё, bo'ldi уже. Bozor bizaniki, bozorni egallaymiz sekin-sekin. Bozor уже bizga qarashli yo'q. Bozor kom. Qancha? Ko'proq ol. Yarim kilo dema faqat. 1 kilo ham mayli bo'ladi ya. 1 2 3 4 5 7 tasi qani 1 kilo chiqadi. 50. 7 tasi 1 kilo chiqadi. Yo'q. Dashi ko'p. Hop. Ana bu chotki. Sal bicha bo'lib qoldi, endi rozi bo'laverasiz. Pul bering chaqani. $1 bo'lsa $8 izladi. Yana yarim kilo. 1 2 3. Ana chotki bor. Shkardan hammasi. Keling sizga ham olma. Ha, keling. Bizda общий dema, вообще arzon olmalar. 1 kilo ekan, mana 1 2 3 6 tasi 1 kilo chiqadi. Aniq, точно. Men nima dedim? Keling, men nima dedim? Ayting. 6 dedim, 6 ta всё. Bizdachi $18 sizdachi. Karl. $7 beryapti menga. Bankiga kelib qoldim o'ylayaptilar opa. Va olmalar bor, olma va. Qancha? 2 kilo ol. Mo'yloving bor, 2 kilo ol. Limon qolmadi endi. Aytavering. 3 tasi 1,5 kilo chiqadi mana, точно mana. Mo'ylovingiz bilan Narxi tushibdi. Limon bilan olmadim. Sotaveramiz. Ko'tarilgan bo'lsa nima qilamiz? Tushgan bo'lsa qaraymiz. Qani salat? Qarab turing, mana shu kun zo'r soqqa bo'ladi aka. Chunki men endi ishlashni boshladim. 1 2 3 4. Chunki men undan oldinlarda vachi ko'p beraverar ekan olmani, rahmdillik qilib bularga. Ola qolmaydi deb. Уже $40 pul bo'ldi. Bizda $25 bilan boshladik, $22 bilanmi? Mana yana keling. Qancha 2 kilo ol. 2 kilo ol. Nima pirillaydi bu? Yarim kilo. 1,5 kilo. Ana, всё. Sekin kinetdan naqabotti уже. Bo'ldi, mana shu 1,5 kilo. Cho'p. Men birmidi? Voy, men dahoman, ey. Men dahoman. Точно rukoman, to'g'risi. $7. 5 $1. Abdulaziz qani? Ko'rib o'tiribdi. Menimcha. O'ynamaydimi ya? Qo'shilib bo'lmaydi shekilli hozir bunga. Qancha 1,5 kilo. Uchi yana 1,5 kilo. Menda kinetda normalniy kurbi bo'lib ketdi. Aka, sizda qanday gaplar? Nima 2 kilo. Yo'q, 2 kilo so'rayapti. Uroviniz oshib ketdi-yu. Limonchi bo'lib ketdi. Limonchi. O, limonchi. Ha, chotki mana yarimchi salafanga solamiz. Pul $7. Hop, bizdachi qancha berishimiz kerak bizga? $7. Hop. 5 1 2. Всё, ana. Hop. Qancha? 2 kilo yana. $50 bo'ldi pulimiz. Karl. Уже $50 ishladi. Уже keling bir. Qancha? 1 kilo. 1 kilo bo'lsa 1 2 3 4 5 ta 1 kilo chiqadi. Men qasam ichaman.
Shapkes bilan. Ha. Ana. Nima dedim men? Pul. Pul ber. Pul ol. O'jala $200 ham beradimi jala? 200 dollar. 200 dollar. Buni pulni madalash uchun lemon o'tdi. 55 dollar bo'ldi pulimiz. Uravermas to'g'ri. Mana Limonmi? Narxi oshmabdi limon. 1 kilo. Olma ham olish kerak. Olma ham zakaz beravering. Ay bala. Oqlar aytmaysan. Bo'pti, boravering unda. Zakaz berardim. Bo'ldi. Men olmamni olib ketyapman. Siz olmachi, men limonchi. Assalomu alaykum. Klient kelib qopti. Hop. Klient. Qancha? 1 kilo. 1,5 kilo Karl. 1,5 kilo. 1 2. Уже 1,5 kilo mashi. Yes. Mashi 1,5 kilo bilan qarab tur. Desana. Voy, men nima deyapman? Taros chiqib ketdimi? Ne, если, пожалуйста, siz. Ye? $50. Maraz, shunga ham qaradingmi? Kam bo'lib qolganiga. Bitta kam ekan, shuni ham gapirdi. Qanaqa kerak bu? Ha, gapiradi. Bunaqa bo'lish kerak emas. Og'ri bilan so'rab oladi. Maraz, ko'payib ketsa gapirmaydi. Kamib ketsa gapirar ekan. Yarmini kesib ber. Qilamiz shekilli. 45 dollar bo'ldi pulimiz. Lekin siqib ketarar ekan men bunaqasi. 52 ta dona turibdi, 163 ta dona sig'adi dotdi olma. Siznikini da zo'r narsalar kelyapti-ku sizga. Menkidan kelibdi. 1 kilo yana. Menga faqat mana shu amakilar kelyapti mo'ylovli. 1 kilo. Dars. Seni yaxshi ko'rsa kerak-da. Hop, yarim kiloni olib turamiz. 8 yarim. $8. 8 dollar yana sizlarchi. Hop, все. $50 bo'ldimi pulimiz? Ha, yana 50 dollar. Ko'rdingiz? Boya narsa oldingiz. Sotib yana 50 Abzal. dollar qo'ydik. Ha. Bekorga Nikin xilolmasda. Halal. Nima? Yarim kilo bo'ladimi? Nima sababi nima deb o'ylaysan? Nimani? Bekorga qilolmas do'stsan. Mo'ylovli tog'alarim kelyapti do'stan. Alla marras. Degandim men. Chotki. Anunga kirib chiqdimmi? Opaga. Aha. Voy dot aka. Sho. Bo'ldi. O'yini nomi nima? Voy ekan u. Rohiba. Yaruchi akalar, keyingi o'yin Rohiba. Aniq nomini ayt nima? Ghost Junitors Demo. Ana, shunaqa o'yin o'ynaymiz. Bash Abdulaziz gapirgan gapida jon bor. Shunaqa gap gapirdi. Abror akam emotsiyasini ko'ramiz sen bilan baqir chaqir. Men baqirib bo'ldim mikrofonni o'chirib. Boqmaqmay. Ja, shon. Ya mani bitta klientga ana kam kilo berardim, olib ketdi. Mana bitta ikkitasiga yeb ketar ekan, o'tkazar ekan. Mana shunaqa qolma boydan beri. Limonim qolmadi mani. Sotib bo'ldingizmi? Siz yomonsiz. Uyalmaysanmi seni? 2 kilo olaman biratadi. Bilmasa hisobda nima? Bilmagan yeb keturadi. Xalqni aldama, deputat kelsa mayli. Va ko'rsatmayapti mana nima bu? Nima? 1 kilo bo'ldi. O'ylayapti u, olaymi olmaymi deb. 1 kilo mana. Kellaring, limon bor, limon. Hop, qani toros. Ana. Toros. Vashchi toros shu asmi? Bala, limonni narxi oshib Afzal ketdi. Yo'q, toros deyishadi mana. oshmabdi narxi. Ketdi. Olma narxchi. Oshmagan. Kela qoling, brat. Hop, nima kerak desa, qancha? Yarim kilo. Hali 2 kilo sotmadim men bor-ku. Hali 2 kilo chiqim olmadim men. Mana brat. Kayf qilibsiz uyda. Yarim.
$4. To'rt. Hop mana. Sen erimini qildingmi? Tochkani ochganda? Nima bilan? Tochkani ochganda erimini qildingmi deyman? Yo'q, qilmadim-da shu. Ko'zmunchoq, qo'y kalla suyagiga yarim dora osib qo'yish kerak edi. Qani 1.70 ga kelarmiki? Mana 1 kilo o'sha. 1.70 dan ham olyapti mana. Narxni ko'tarib qo'ydim. Oshibdimi yo просто o'zingiz oshirib qo'ydingizmi? O'zim oshirdim. Olyapti 1.70 dan. Narxlarni sun'iy oshirish. Siz vashi bozorga ketsa boyka. Klientlarni o'rgatib oldim. Yomon o'rgatib majbur bo'ldim mana sizdan limon olishga. Boshqa bozorda limon yo'q. Yo'q. Konkurent yo'q vashi. $2 mana san 2.50 san mana. Aboka. 60% to'lovini qabul qilib 9 oydan keyin bering limoningizni. 250 qani 250 dan olarmikan olmani? Ya mana anaqa chiqdimi? Оплата по QR код разблокирован. Smartphone. Nima ekan u uni? Qayerdan olamiz bu smartfonni? Bozorda bormi sotadigan joy? Qani? Marta aylanib kelaman. Qarab turayman joyimga. Undan to'ylatga olib kelay. Joyimga qarab. Klientlar keladi. Kun yopiribdi. $30 foydadamiz-ku. Ko'rdingizmi? Qayerdan anu smartfonni nima u? Открыть Ваш начальник откроет базар. Ha, mapga kirish kerakmi? Yo'q, kirmayapti bu yoqqa. Kiringchi, menda kirmayapti. Paxta instrument. Bozor.comga kirib, bittasini tashab chiq. Qanadir telefon, открыть smartfon narsa deyapti. Nima qilish kerak bu? Voy, klient kelibdi sizga. Qani? Olmayapti. Senda ham bor. Bor. Men keldim. 1 kilo limon, yarim kilo olma ekan. Bu mendan billa so'rayapti ikkalasini. Limon ham so'rayapti, olma ham so'rayapti 1 kilodan. Olmani berib turaman endi. Billa so'rayapti ekan. Bu saniki demas ekan. Hop, Kassa bitta-ku. olmani beryapman. Hop, endi 1 kilo limon. Olmani berib yubor. Limon taxlayapman o'zim. Limonni ham oldim. Hali bor. Qani u? Ana qo'ydimi joyiga? Siz berib yuborasizmi? Yo'q, men o'zim klientimga beraman. Ha. Bo'ldi. Limon aslida yengilaganmi? Ha. Olmaga qaraganda. Ha. Va QR kod so'rayapti endi. Qanaqa qilamiz? Men telefonni berib qo'ydim. Voy. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Ha, telefonni O'tqil- bor ekan-ku. Telefon Bor ekan. ekan-ku. Unga qaratish kerak ekan. 2,5 kilo limon, 1 Klik kilo ishga olma. tushdi, klik. Ha, yomon olib ketdi menda hozir. 1 kilodan olib ketdi. Menda 2,5 kilo so'radi o'sha. Yana shunaqa so'radi. U 1 kilo olma, 2 kilo limon. Onu olib tutdi. Bo'ldi. Qani 1 kilo olma qo'ychi. Jicha bitta shunday qo'yib olaylik mana shu. Hop, ha bu chotki. 1 kilo. Salfanga qo'yamiz. Nechtasi anaqa 1 kilo bo'ladi? 2 kilo limon kerak. Limon olur. Yana 1 kilodan bor ekan. Ya hali ancha bor dotdi 2 kiloga. Ko'rdingiz, 2 kiloga o'tdim mana. 2,5 kilo beraman. Bilatta, sen olmasin mendana. Sal, xasislik qilma. Sog'ma. Ana, tekis va shu ko'rsan. $70 bo'lib ketdi-yu. Navardamiz, navarda. Bu ham unaqa dotdi. 1,5 kilo olma, Klikdan to'la aka. Opa. Yaxshi. Zdachi bermaysan. Ya shu yaxshi ekan mana shu rostdan ham. Ham bunaqalar ko'p. Ha. Menga qara. Odamlarni aldama. Bo'lmasa Rohob opa baqirtiradi seni. Yarim 1,5 kilo. olma deydi. 1,5 kilo.
Qo'y, orqaga qaytar. Olmam qolmabdi mana. Voy. Mana men bera olaman. Voy, bular kam deyapti ekan. Ber bitta. Ola yana bor shekil shu. Hop. 18 dollar. 10 2 3. Ya 75 ham bor ekan maraz. Voy, basharangga. Ha, Ana. bormi yana? Olma qolmadimi? Boshqa qolmadi. Bular olma xo'rmi deyman bular hammasi. Bor, olma zakaz qil. Ikkitadan qilyapman. Ikkita yashikdan. 25 dollar bor ekan. Davaya pul tiqilyapti. Sasyapti. Olib kel, men bitta klient kutib qoldi. Ketaman, ketaman. Sen aytsan 50 dollar pulim bor. Bozor meniki deysan. O'sha aytaman, bozor savdolashmoqchiman o'zim. 300 dollarga chiqsang o'z dunyo sotib olasansan. Kam, sen tushunmaysan-da. 50 gram otib olgandan keyin to'xonang nesh pul dedi yeli bo'ladi-yu. Da, o'sha ma'noda. Olma so'rayaptimi? Qancha? 2 kilo olma so'rayapti. To'kib qo'ydim 2 kilodan limon bilan olma. Cho'tki bo'pti sodani. Men keladiga qarasizmi? Mana sizga qarayman. Nima deyapti bu? 1,5 kilo limon, 1,5 kilo olma. Hop. 1,5 kilo limon. Limonni qanaqa bergan buncha ko'p? Ha? Limonni qanaqa buncha ko'p yerkan? Yo'q, oddiy bir xil limon choy qilib. Yemaydi limon choy qiladi bu. 1,5 kiloni. Narxi qancha bo'pti narx? Qaramadim lekin. Oshmabdimi? Narxga qarab sotmaysanmi? 9 dollar bo'pti-yu, oshibdi narxi. Nimani? Olmanimi? Olma. 1,5 kilo olma. Mana qani limon. Berosam menga? Ha, qarayman. 172 dollar qilamiz. Limon narxi ham oshibdi. Olan uni basharasiga qaratib. O ana. Всё. 1,5 kilo olma, 1 kilo limon. Bu nima so'rayapti? 1,5 kilo olma, 1,5 kilo limon. Vosh bo'lib ketdi ishimiz. Kelin ko'payib ketdi-yu. Avoka. Ha, Yana limon 1 kilo. Ey, limon. Dahshot ketarkan, 1,5 kilo. Dahshat ko'p bo'lib ketarkan. Bo'le, 1,5 kilo olma keyin, ha? Voy. Qancha edi olma? 1,5 kilo. Tak. 0,5. Şey, 70 dollar. Gel, qani. Nima? 1,5 ga 1,5 ekan. Ana. Ya bu naqd berar ekan bu. Telefon emas ekan. Qancha sizdachi? 25 sent. Ole, shuni ham so'radingmi uyalmasdan? 25 sent. Endi oila bola chaqasi bor, nima qilsam? Unaqa o'xshamadi, qiz bola. Nima? 1,5 kilo limon, 2 kilo olma. U bilet. Vosh ko'p u. 1,5 kilo limon. Klient biladi, to'g'rimi? Men yashaydi. Halanchi bor ekan. Voy. Sole. Zaytun. Xullas mana shu. Olib turing 2 kilo olma, bo'ldi, hozir kelaman. Olmamiz bormi? Yarim kilolidan bormi yana? 92 dollar bo'ldi. 1,5 kilo olma, 1,5 kilo limon. Chotki. Telefon. Klik orqali. Всё, 8 dollar, 90 dollar bo'ldi pulimiz. Qaror. Vosh uchib ketdi-yu. Limon, yaxshi.
kilo limon. 1 kilo olma. Mana olib ketdi to'g'risini 2 kiloda. Olma qancha edi olma? 1 kilo olma. Hop. 1,5 ga yarim kilo, 1,5 kilo olma ekan. Olma qancha edi? 1 kilo edi, bo'ldi. Hop. Mana. Ya naqdmi? Naqd ekan. Qancha? 13,5 dollar, ha. 50 sent falan. Ders. Всё, ana, всё уже. 100 dollar bo'ldi pulimiz. 80 bilan boshlanmadi. Ha. Оборотла qildi, orada 1,5 kilo limon, 1 kilo olma. Ha, hop bo'ldi. Bo'ladi bu. Yoki yarim kilo limon. Hop. Limon qolmadi, limon qolmadi. Ne? Bor, tashladimi orqa gapiradi. 1 kilo olma. 25 sent. 105 dollar bo'lib ketdi-yu. 1 kilo olma. Naqd ekan, bo'ldi. Bizdan qancha berishimiz kerak? 4,5 dollar. Ha, shuni ham so'radi ya. Ole, shartmi senga 4,5 dollar zarmidi? Qani limon? Zakaz qilmabsiz-ku? Zakaz qilmadimmi? Tashladim, madalada o'tdingiz-ku. Bu limon naqd tushib ketibdi, aka. Qancha? 390 olib qolibdi. Tushmagan naborot oshgan u. Yo'q. Ha, Olma Naqd tursin shu. turibdi, olmang. voy balay. 1 kilo olma ekan. Kilodan keldi klient bandda. Kilo olma, 2 kilo limon. Bo'ldi, men limon tayyorlab turaman. Olmani beravering. Akam Mana limon. Limon berib qo'ydim. Hop. Bo'ldi. Olma berasizmi menga? limon qani? Berib yubordim dedim-ku. Men nima oldim men? Yetdimki, limon olib turaman dedim-ku. Bo'ldi, naqd turing. To'kib tashlaydi, kelib qolar hozir. 1 kilo olma berib yuborishim Olma. menga. Olma beryapman. 1 kilo olma, 1,5 kilo limon. Hop. 750 ya. Aha. 5 1 2 50. Всё. 1,5 kilo limon. Hop. Limon hisoblashyapsiz. 1 kilo 1 kilodan bo'ldi. Limon 1 kilo. Olma 1 kilo. Qo'y buni. Chotki. Og'rigacha qarab o'tirmaymiz. O'zi yaxshi, menga shu narsa beradi, to'g'rimi? Olma 1 kilo. Bunga olma berishim kerak ekan. O, bodring ochildi. Aytdim, bodring olib kelaman. To'xting. Ol bodring. Rasta sota olish kerak. Bodring ochildi. Yo'q, biz Qanaqa rasta? Fonni 45 dollar. 60 dollar bo'lib ketdi rasta. Nima qilay? Kun tugadimi? Rasta oling bitta. Yo'q. To'xting. Bodring sotmaymizmi? Başta 50 minut bo'lib ketibdi, 54 minut bo'lib ketibdi akalar. Videoni shu yerda endi to'xtatamiz. Sizlarga agar video yoqqan bo'lsa, albatta like bosinglar, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Mana shu o'yin yoqqan bo'lsa, yozinglar kommentariyaga, davomini chiqaringlar, yo'qmi? Bizga qiziq fikringiz. 60 dollar. 60 dollar foydadamiz. Foyda qolmadi o'sha ko'ryapsizlar. Menga lechniy yoqdi lekin bu o'yin. 60 dollar foyda qolmadi o'sha ko'ryapsizlar.
Nima qilamiz? Saqlanib turamizmi? Bo'linglar. Ha, saqlanib qilamiz. Ko'rishganda ko'rishguncha.